Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Xitoy davlati qadamma-qadam halokatga yuzlanyotdi. Wall Street gazetida e'lon qilgan eng yangi xabar bo'lsa, chet eldan Xitoy davlatiga berayotgan sayohatchilar, ya'ni Xitoy davlatiga berib sayohat qilish safarini to'xtatgan. Chet elliklar Xitoy davlatiga berib sayohat qilishni xatarli sayohat deb qaragan. Statistik sonliq ma'lumot qaraganda, normalda har bir faslda Xitoy davlatiga berib sayohat qilish, savdo ishlari bilan shug'ullanish odam qitim soni 3.700.000 kishi ekan. Ya'ni Xitoy davlatiga har bir faslda chet eldan boradigan sayohatchilarning soni 3.700.000 kishi ekan. Bu yil birinchi faslda Xitoy davlatiga berib sayohat qilish, savdo tijoratlar bilan shug'ullanish uchun chet eldan kelgan sayohatchilarning qitim soni 50.000 kishiga chiqib qolgan. Ya'ni statistik qilishicha, bu yil 1-oydan 4-oygacha Xitoy davlatiga boradigan chet ellik sayohatchilar va savdo tijoratchilarning qitim soni 50.000 ga chiqib qolgan. Xitoy davlatiga berishni to'xtatgan davlatlar bo'lsa, Amerika, Kanada, Angliya, Yevropa, Yaponiya, Avstraliya, G'arb davlatlari ekan. Undan boshqa Tayvan, Janubiy Osiyo davlatlari Xitoy davlatiga berishni to'xtatgan. Bundaq bo'lishidagi sabab bo'lsa, G'arb davlatlari Xitoy davlati bilan bo'lgan savdo munosabatini uzish, Xitoy davlatining ishlab chiqargan tovar mahsulotlari Yevropa, Amerika davlatlarini qoplash nisbati tuvanlab ketish, Xitoy davlatining mudham siyosatlari bu vaziyatni keltirib chiqargan. Undan boshqa yana chet eldan Xitoy davlatiga borgan sayohatchilar Xitoy davlatiga berib, Xitoy davlatidan qaytib chiqib ketkicha ansizlik ichida yashaydi ekan. Meni tuyuqsiz tutib ketami, meni tuyuqsiz tutib ketib so'roq qilami yoki ig'ir jazo qo'yib iqtisodimga va o'zimning bexatarligiga ziyon salami degandek andish ichida yashaydi ekan. Bir sayohatchining deyishicha, 4 yilning oldida bo'lsa, men Xitoy davlatiga kelsam, o'zimni intayin xotirjam his qilatdim. Aksicha hozir bo'lsa, bu Xitoy davlati menga nisbatan intayin yiroq, intayin sirliq, intayin xatarlik bir davlat bo'lib qoldi debdi. Mana shu sabab bilan butun G'arb davlatlari Xitoy davlatiga berish safarini to'xtatgan. Birinchi faslda Xitoy davlatiga boradigan chet elliklarning soni 3.700.000 dan 50.000 ga chiqib qolgan. Endi birinchi faslda Xitoy davlatiga yana davomli berayotgan 50.000 chet elliklar bo'lsa, Shangang, Oman, Tayvan, Rossiya, O'rta Osiyo qatorliq davlatlar bo'lib qolgan. Endi G'arb davlatlariga nisbatan Xitoy davlati cheklangan rayon deb tushunishga boshlagan. Xitoy davlatidan chekindirib bo'lamagan zavod va savdo munosabatlik ishlarni bijirdigan, ya'ni chet eldan keldigan odamlarmi Xitoy davlatiga berib ishlarini hal qilib qaytib kelishdan ansirashga boshlagan. Yevropa savdo ministrining muxbirlarga degan gapida bo'lsa, biz endi Xitoy davlatiga ishonmaymiz degan. Xitoy davlati bo'lsa, bu falokat krizisini hal qilish uchun chegaralarni ochib, chet ellik sayohatchilarni da'vat qilishga yeshil chiroq yoqqan. Lekin Xitoyning bu taktikasi hech qanday unum bermagan. Chet elliklar Xitoy davlatiga berish bu yoqda tursin, aksicha Xitoy davlatidagi chet elliklar o'zining davlatiga qechishga boshlagan. Xitoy davlatiga solgan chet el mablag'lari qechishga boshlagan. Chet elning texniklari qechishga boshlagan. Chet elning Xitoyga solgan zavod korxonalari qechishga boshlagan. Burun Amerikaning Wall Street ko'chisi Xitoyning eng yaqin do'sti ekan. Hozir Amerika davlati bilan Amerikaning Wall Street ko'chisi birlashib turib, Xitoy davlatining adibini beradigan vaziyatga o'tib qolgan. Xitoy davlati 3 amerikalik fuqarosini har xil batnomlar bilan qo'lga olib solib olgan. Uning ichida birisi bo'lsa Lin Davi Pop ekan. Bu ishdan xabar topgan Amerika hukumatining bosh kotibi Blinken apandimmi Amerika fuqarolarining Xitoy davlatiga bormaslikni alohida ta'kidlagan. Xitoy davlatida hozir bir jiddiychilik bo'lib, chet ellik milliarderlar Xitoyning Shanxay shahrida setib olgan dachilarini 50% bahosini tushirib setishga boshlagan. Hamda sotgan pulni bevosita chet eldan elib olishni shart qilib sotgan. Xitoy davlati nima uchun bundaq bir jiddiy krizisga uchraydi? Iqtisodiy nima uchun halokat
tarafi qarab mangdu deganda Amerika davlati va G'arb dunyosining Uyg'urlarga ko'ngil bo'lishi, bo'libmi Amerika davlati Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonunini ijro qilish va Xitoy davlatining ishlab chiqargan mahsulotlarini cheklash, to'xtatish, Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish. Diqqat qilayli. Bu yerda Sharq Turkistonliklar demidi, Ulus demidi, ummat demidi. Amerika davlatining da'vatqini Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonunini ijro qilish uchun Amerika davlatiga Xitoy davlatidan kelayotgan 4000 konteynerni tutib qolgan. Bu 4000 konteynerning ichidagi mahsulotlarning hammasi Uyg'ur majburiy emgak qonunining oldini olish qonuniga to'g'ri kelgan. Xitoy davlatiga 1 milliard 600 ming dollar ziyon bo'lgan. Amerika davlati bu yil Uyg'ur majburiy emgak qonunini paydin-pay ijro qilish qadam bosqichida Xitoyning 4000 konteyner milini chegarada tutib qolgan. Xitoy davlatiga bo'lgan ziyon 1 milliard 600 ming dollarga yetgan.